Demak, darslarni shu paytgacha ko'rib kelgan ekansiz. Men sizga bir narsani aytishim kerak. Nima? Video montaj insondan juda ham kuchli sabr talab qiladigan kasblardan biri. Ya'ni nima? Ya'ni shunaqa narsaki, siz montaj qilayotgan inson, videolarni tahrirlayotgan inson juda ko'p holatlarda xatoliklarga yo'l qo'yadi, svet o'chib qoladi. Biz O'zbekistonda yashaymiz. Viloyatda asosan bo'ladi bu voqea. Men 8-sinflik vaqtlarimda to'ylarni montaj qilardim. O'sha vaqtda yetay deyotgan paytimda qaytib svet o'chib qolardi. Va hamma qilgan ishim shunchaki uvol bo'lardi. Qaytadan montaj qilib chiqish kerak bo'lardi o'sha paytlar. Yana shunga o'xshash bir qancha asabni buzadigan holatlar bo'ladi. Operator sizga yaxshi kadr bermaydi. Siz bir qancha asabingiz buziladi, u bo'lasiz, bu bo'lasiz, lekin shu darsgacha qolgizmasdan hammasini ko'rib kelgan ekansiz. O'tkazmasdan ko'rgan ekansiz. Video chatlarda hammasiga addushi qatnashayotgan ekansiz. Malatsi, bosing. Bitta zo'r motiv berib ketaman, zo'r motivatsiya berib ketaman. Motivatsiya emas, motivatsiyaga o'zim men qarshi insonman, lekin sizga foydali bo'ladigan bir narsa aytib ketaman. Men juda ham oddiy oilaning farzandiman. Adamlar oddiy usta. Oddiy shu usta bo'lganlar. Oyimlar oddiygina tikuvchi. Qanaqadir bir ziyoli, o'qimishli, oliy ma'lumotli insonlarni farzandiman deb ayta olmayman. Chunki ularning oliy ma'lumoti yo'q. Ya'ni qaysidir bir oliygohni tugatishmaganlar. Lekin juda chiroyli tarbiya berishdi, alhamdulillah. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Juda ham bir chekka joyda katta bo'lgan insonman. Chekka emas u, chekka desa ham bo'ladi. Farg'onalik, o'zim asli Farg'ona viloyati Quva tumanidanman. Turkiyada ishladim, Rossiyada ishladim, Qozog'istonda, Qirg'izistonda ham ishladim. Shu soha, ya'ni videografiya, video montaj yo'nalishida emas, boshqa sohalar bo'yicha ishladim. Ko'chada ham yotib qoldim. Qiyinchilikni ham ko'rdim. Alhamdulillah, bariga shukr. Lekin eng katta, mana shu joygacha yetib kelishimga eng katta sababchi bo'lgan kasb bu shu video montaj. Ya'ni shu videolarni montaj qila olishni bilganligim uchun shu joyga yetib keldim. Yo'q, albatta Allohning izmi bilan. Eng katta sababchi bo'lgan narsa shu. Shu yerda turishimga, hozir siz meni darsimni sotib olishingizga, meni Instagramdagi 100 ming auditoriyam bo'lishiga, men bir qancha katta tanishlar orttirishimga, juda ko'p insonlar bilan tanishishimga, svyaznik bo'lishimga, juda ham ko'p mashhur odamlar bilan aloqada bo'lishimga eng katta sababchi bo'lgan soha bu shu video montajni bilishim. Shu videografiyada bo'lganligim. Eng asosiy sababchisi shu. Eng to'g'ri, hozir siz o'ylashingiz mumkin, daromadchi, daromad. Daromadning asosiy daromadim to'g'ri, hozir bu video montajdan emas. Videografiyadan ham emas. Asosiy eng katta keladigan daromadim to'g'ri. Bu sohadan emas. Lekin bir narsani aytay. O'sha eng katta daromadni olib keladigan sohaga qadar hamma daromadimni shu soha olib keldi. Hamma yaxshiliklarni, hamma eng zo'r emotsiyalarni, eng zo'r paytlarni shu olib keldi. Bundan 4 yil, 3,5 yil oldin, 3,5-4 yil oldin. Ya'ni hozir 21-yanvar. 3,5-4 yil oldin nima bo'ldi? Men shu hozirgi o'tirgan joyim TEM universitetiga stajyor sifatida ishga qabul qilindim. Stajyor. Oyiga 500 ming pul berishardi menga, bir oyda 500 ming. O'sha 500 mingni nima qilishim kerak? Faqat yo'l kira xarajatim uchun ajratilgan mablag'. Alohida oylik yo'q. Hech qayerda o'qimaganman, diplomim yo'q. Yaxshi bir ko'rsata oladigan, universitetga ko'rsata oladigan darajadagi portfoliyam yo'q.
o'zimda hech qanaqa texnika yo'q. Na notebook bor, na personalniy kompyuter bor, na kamera, na hattoki bitta shtativim bo'lmagan. Bir dona telefonim bor edi, bo'ldi. Boshqa hech narsam yo'q edi. Aytarlik nimagadir arziydigan hech narsam yo'q edi. Lekin shu soha tufayli men universitetga kirdim. Universitet meni hamma texnikalar bilan ta'minladi. Va asta-sekinlik bilan bu yerdan olgan oyligimni evaziga bu yerda 6 oy ishladim. 6 oydan keyin men o'zimni zo'r ko'rsata olganligim uchundir, balki boshqa narsa uchundir, lekin meni doimiy ishga qabul qilishdi. Doimiy ishga qabul qilishgandan keyin bu yerda mana 3,5 yil bo'lyapti, adashmasam, shu yerdaman, ishlayapman. Va nima bo'ldi? Juda ajoyib bir situatsiya bo'ldi. Oraliqda Instagram bo'yicha ishlashni boshladik. Boshqalarning shaxsiy brendini rivojlantirib berdik. Bir qancha Instagram, YouTube, yana boshqa sahifalar bilan ishladik. Bir qancha insonlarning shaxsiy brendini rivojlantirdik. Juda ko'p reklama roliklari, yana boshqa narsalar bo'yicha ishladik. Tajribamiz ortdi, podkastlar oldik, intervyular oldik. Men bemalol ayta olaman. Team universitetining YouTube kanaliga kiring, Instagramiga kiring, Telegramga kiring, hamma yo'g'iga kiring. Videoga oid bo'lgan hamma narsa, rasmlarga oid bo'lgan hamma narsa meniki. Meni mehnat mahsulim. O'sha universitetdagi hamma media sohasiga aloqador bo'lgan narsalarning hammasi meniki. Va hozir shu universitetda media bo'lim rahbari bo'lib ishlayapman. Grafigim yo'q. Ertalab 9 da kel, kechqurun 6 da ket. Qanaqadir menga grafik qo'yilmagan. Ishga ba'zida umuman kelmayman. Haftaning o'rtasi bo'ladi. Haftaning boshimi, oxirim qizig'i yo'q. O'zim xohlaganligim uchun ishga kelaman. O'zim shu yerda ishlashni xohlayotganligim uchun, o'zim shu sohada ishlashni xohlayotganligim uchun ishga kelaman. Obeddan keyin 2 da kelamanmi? Ertalab kelamanmi? Hech kimim men bilan ishi yo'q. Grafik qo'yilmagan. Deadline qo'yilgan. Ya'ni mana shu narsani, mana shu proyektni mana shu paytgacha bitirib ber degan deadline bor. Ammo grafigim yo'q. To'g'ri, oladigan oyligim ham yaxshi. Yana boshqa. Nafaqat universitetda. Bu yerga to'liq joylashganimdan keyin men universitetning rahbariyati bilan gaplashdim. Ya'ni bu yerdagi texnikalarni boshqa ishlar uchun ham foydalansam bo'ladimi? Ular ruxsat berishdi. Mayli, javobgarlik o'zingning bo'yningda. Nafaqat universitet ishini, balki boshqa joydan ham buyurtmalar olishni boshladim. Undan tashqari boshqa joylarda yana bir qancha ishlarni tashkillashtirishni boshladik. Onlayn o'quv markaz, Alifayt Akademiya, Ibragimov School, Ibrahim Ibragimov Instagram akkaunti. Undan tashqari boshqa yana viloyatlarda har xil ishlar. Bir qancha kichkina tadbirkorliklar. Umumiy hozir 5 ta yo'nalish bo'yicha asosiy ish olib boraman. Videografiya, savdo-sotiq, dars berish, O'zbekiston, Rossiya ili O'zbekiston, Qozog'iston, O'zbekiston, Dubay, O'zbekiston, Turkiya bo'yicha ayrim savdo ishlari va eng oxirgisi o'zimning Instagramim. Siz bilishingiz mumkin, Instagramda Ibrat aka reklama qo'ymaydi. Yo'q, men reklama qo'yaman va juda ko'p reklama qo'yganman. Faqat men qo'ygan reklamani juda ko'pchilik reklama deb bilmaydi. Reklamani rezultati bo'lishi uchun rezultat olib keladigan darajagacha olib chiqib turib reklama qo'yamiz va reklamaligini bilmaydigan holatga olib kelamiz. Maksimal darajada. Faqat meni Instagram akkauntimda brending bo'yicha ishlangan. Hech qachon mahsulotning reklamasi bo'lmagan. O'sha mahsulotni ishlab chiqaruvchi kompaniyani logotipini reklamasi bo'lgan. O'sha mahsulotni ishlab chiqaradigan kompaniyani ko'rsatib berganmiz xolos. Xuddi shunday narsalar. Nima demoqchiman? Men shu yo'lni bosib o'tdim. Siz ham balki bosib o'tarsiz. 39 ta adashmasam 39 ta video edi. Shu vaqtgacha siz ko'rishingiz kerak bo'lgan ya'ni yo'q, 36 ta video. 36 ta video edi. Siz ko'rishingiz kerak bo'lgan 36 ta video.
Bunisi 37-si. Qoq yarimidamiz. Rosa yarimidamiz. To'xtamang. Bu hayotda eng muhimi oyoqda tura olish. Yiqilib qolmaslik. Aytishingiz mumkin, men qiynalganman. Aytishingiz mumkin, men musofirdaman. Yoki aytishingiz mumkin, men juda ham chekka bir qishloqdagi insonman. Men qishloqdanman. Men qishloqdanman. Men musofirda edim. Hali ham musofirdaman desa bo'ladi. O'zim Farg'onaliman, Toshkentda yashayman. Hammasini to'g'rilasa bo'ladi. Hammasini iloji bor. Imkoni bor hammasini. Faqat oyoqda tura olish va to'xtamay harakat qilish kerak. Biz erishdik. Albatta siz ham erishasiz. Faqat harakatda to'xtab qolsangiz, hammasi to'xtab qoladi. Esdan chiqarmang shuni. Agarda vaqtingizni samarasiz olgan bo'lsam, uzr. Endi darsga o'tadigan bo'lsak. Tekst va animatsiya. Bundan oldingi darslarda men sizlarga animatsiyalarni, har xil narsalarni ko'chirishni, o'rnatishni, pluginlar bo'yicha bir narsalarni o'rgatdim. Lekin bularni to'liq joylashni va to'liq faqat animatsiya va tekst uchun mavzu bo'lmadi. Hozir men sizga bu mavzuda tushuntirib berishim kerak bo'lgan narsalar rus tilidagi tekstni qanday qilib Premiere'ni o'zida subtitr qo'yish. CapCutga ham kirmasdan, boshqa narsaga ham kirmasdan Premiere'da o'zida subtitr qo'yish, qanaqa qilib tekstlarni to'g'ri o'rniga joylash, tekstlarni animatsiyalarini qayerlardan olamiz va itakdali. Xullas, videoga tekst joylash, stabilizatsiya yo'q. 28 bo'ladimi shunda? Yo'q. 26 bo'lar ekan. 26 va 27-darslar ikkalasi bir-biriga o'ziga bog'liq. U yog'i ishov gaplashamiz. Xullas, omad bosim, to'xtamang. Hech bo'lmaganda telefonda montaj qiling. Telefonda nimadir oling. Telefonda montaj qiling. CapCut bo'yicha darsliklar bor. Eng oxirida beriladi. Ya'ni beriladi emas, eng oxiriga tashlab qo'yilgan. Telefondagi CapCut bo'yicha, telefondagi Adobe Premiere Pro Rush bo'yicha, telefondagi ayrim programmalar bo'yicha darsliklar bor. Shu videolarda eng oxirida turibdi. Telefon uchun mo'ljallangan darsliklar bor. Ya'ni to'liq mobil grafik kurs emas u. Telefonda CapCutda, telefonda Adobe Premiere Pro Rushda, yana shu telefonga aloqador bo'lgan ilovalarda qanday qilib yasash to'g'risida darslar bor. O'sha darslarni ko'rsangiz, telefonda qilishni ham o'rgana olasiz. To'g'ri, ular professional darajada o'rgatilmagan, lekin boshlash uchun yetarli bo'lgan hamma narsa bor. Boshlash kerak. Faqat boshlash kerak. To'xtamang. Xo'p. Bosing. Qani ketdik. Xo'p. Tekst bo'yicha ishlayotgan paytda biz birinchi eng boshidan tushuntirib ketaman. Animatsiyalarni qayerdan olamiz? Eng boshi. Biz olishimiz mumkin bo'lgan narsalar. O'sha saytlar, ya'ni Mixkit, Envato. Mixkitga kirib videoni bosadigan bo'lsak, videoga mana Premiere Proga o'tdik. Premiere Proga o'tganimizdan keyin ujmatda mana titel turibdi. Tushadigan bo'lsak, shu yerda mana tekstga oid bo'lgan animatsiyalar chiqadi.
videolarga tekst joylash uchun mo'ljallangan narsalar. Tayyor, shuni o'zingiz ko'chirib olib o'zgartirishingiz mumkin. Bu tayyor yozilgan narsalar. Istagan tekstingizni joylashingiz mumkin bu yerga. Logotip uchun, musiqachilar uchun mo'ljallangan. Ism familiyasi chiqishi uchun. Yana shunga o'xshagan bir qancha narsalarga mo'ljallangan animatsion tekstlar. Bulardan tashqari Premierni o'ziga kiradigan bo'lsak, okna, решение, Adobe Premiere Composition. Bu yerga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ham mana tekst turibdi. Har xil tekstlar turibdi. Tayyor yozilgan animatsion tekstlar. Bemalol kirib foydalanishingiz mumkin bulardan. Переходlar social media uchun, ya'ni sotsial set uchun mo'ljallangan tekstlar. Xo'p, bitta videoni shunda tashlaymiz hozir. Tepadan proyektga o'tamiz. Mana o'chirib tashlaylik. Hop. Bitta videoni tashlaymiz. Ayni vaqtda ikkita katta qarama-qarshilik bor. Birinchisi mobil guruh, ikkinchisi video guruh. Xo'p. Videoni ko'rib turibsiz. Siz o'zbek tilida olingan video rus tilida emas. Agarda video rus tilida bo'ladigan bo'lsa, siz Premiere'da o'zida subtitr joylasangiz bo'ladi. Lekin videoingiz rus tilida bo'lmaydigan bo'lsa, maslahat bermayman Premiere'da o'zida subtitr joylashga. Sababi juda ham ko'p vaqtingiz ketadi. Premiere'dagi subtitr bo'yicha ishlaydigan, ya'ni tekst bo'yicha ishlaydigan alohida joy bu faqat o'zbek tilini qabul qilmaydi. Ya'ni nima desa bo'ladi? O'zbek tili, ya'ni shunga o'xshagan bir qancha unchalik ommalashgan tillarni qabul qilmaydi. Rus tili, ingliz tili, ispan tili, aytaylik boshqa tillar u yerda bor, ammo o'zbek tili yo'q. Shuning uchun o'zbek tilidagi subtitrlarni captionsga tashlagan ancha yaxshiroq. Kamroq vaqtingiz ketadi, lekin agar captions bo'yicha sizda captions bo'lmaydigan bo'lsa, u subtitrni hozir ko'rsataman, xuddi o'shanga o'xshab o'zingiz joylab chiqishingiz kerak bo'ladi. Ayni vaqtda qarang, videoni o'zi turibdi. Subtitr joylash uchun mana bu yerda monitorda plusni bosasiz. Bosganingizda mana bu yerdan mana Ctrl R, Ctrl plus turibdi. Ctrl plus ikkita nuqta turibdi. Shu narsalarni pastga ko'chirib oling. Istang Ctrl R bosib prosta chiqarib, bundoq qilib chiqarib oling klaviaturadan. Istang buni klaviaturadan chiqarmangda, mana yerdan bosib o'chiradigan qilib oling o'zingizga. Xo'p, razmerni to'g'rilaysiz. 3 ga bo'lamiz monitorni 1080. Xo'p. 360 ga to'g'rilaymiz. Bu tomog'i 720. Tepadan pastga 660. Monitorda videoni Instagram uchun qo'yayotgan paytingizda e'tibor bering. Mana pastida umuman kerak emas. Mana bu tomoni kerak emas. Mana bu yerda opsiya ko'rinadi. Siz subtitr qo'yishingiz mumkin mana shu joyga. Uni ham mana bu tomonda shuni burchini kesib tashlaysiz. Chunki videoni joylagan paytingizda shu joylar ko'rinmaydi. Mana bu joy ko'rinmaydi. Tepasi bilan pasti postda turganda ko'rinmaydi, ikkala yoni relizga chiqqanda ko'rinmaydi. Ayni vaqtda tekst olasiz, ustiga bosib turib bitta chiqsin desangiz, agar xohlasangiz bitta alohida yozib chiqasiz. Faqat birinchisini yozib oling.
Har bitta so'zni отдельно yozib chiqsangiz ham bo'ladi. Hop. Основной grafik elementga o'tamiz. O'tsak, bu yerda показать text. Hop, bu yerda turibdi. Chiqishi, kirishi, yana qolgan narsalarini mana bu yerdan qilsangiz bo'ladi. Ya'ni boshlash, tugash, shunga o'xshagan narsalar. Mana uni o'zini ustiga bossak, bu yoqqa chiqib keladi. Shrift qanaqa shriftda bo'lsin? Aytaylik. Mana bunaqa shriftda. Razmeri bo'ling shunaqa. O'rtani bosib qo'yasiz. Boshdan oxirigacha katta harfda bo'lsa bu, agar bunaqa bo'lmasin desangiz bu. Kichkina harfda bo'lsin desangiz bunaqa to'g'rilab, ya'ni katta harf lekin bunaqa bo'lsin desangiz. O'shunga moslab shu yerdan o'zingizga yoqqanini sekin to'g'rilab yaslab olaverasiz. O'ng tomonga sal qayirish, jizniroq bo'lish, ya'ni semizroq bo'lish, boshlanishi, chiqishi, ya'ni shunga o'xshagan narsalar. Xo'p, 60 qilaylik. Ayni vaqtda sezgan bo'lsalar ham shunaqa bo'lib qoladi. Mana uni o'chirib qo'ysanglar, bu unaqa bo'lmaydi. Ayni vaqtda xuddi shuni bunda altni bosib klaviaturada tepaga shuni olasizlar, pastga tushirasizlar yoniga. Ustiga 2 marta bossalaring tekst chiqadi. Qarama qashlik. Ikkita katta qaram. Ikkita katta qaram. Xo'p.